Da qo'y boqish uchun nimalarga ahamiyat berishim kerak? Qo'y boqish uchunmi? Ha. Birinchi niyatni to'g'ri qilishing kerak bola. Allohdan so'rashing kerak, niyatni qilib, "Ey pok Parvardigor, qo'yda baraka bor degansan, seni yo'lingda, seni roziliging uchun qo'y boqishni niyat qildim. O'zing barakasini qo'yding." deb Allohdan yaxshi niyat qilib so'raysan. Keyin qo'ylarni tanlab, zo'rlarini boqishga harakatini qilasan. Qo'yni aldamagin. Yemni ozgina berib, bu qilib aldasang, o'zing aldagan bo'lasan. Tushundingmi bola? Bu qo'ylar jannatdan chiqqan bir Allohning mo'jizasi. Tilsiz, johsiz narsada bularni har bitta yeyotgan nimasiga javob berish. Allohdan so'rar, senga barakani beryapti. Sana bularga yaxshi halol pok, yaxshi narsalarni bersang, bular ham barakali bo'lib zo'r bo'ladi. Puling ko'p bo'lmasin, qo'ying ko'p bo'lmasin. Allohdan barakani so'ra. Barakang ko'p bo'lsa, o'shanda sen haqiqiy chorvador bo'lib, biznesmen bo'lib, har xil yo'llarda, noto'g'ri yo'llarda yurmasdan to'g'ri yo'lda yurgan bo'lasan. Tushunarlimi? Endi hali keyingisi bor edi-ku. Ana shu. Qo'yda baraka ko'p. Qo'y boqing. Qimmatlari bizda kanalimizga obuna bo'ling. Layklarda ayamang. Qana tuqqan qo'y boqqanim yaxshimi, qo'chqor olib boqqanim yaxshimi? Endi kirish uchun tayyor qo'chqorni olib 4 kishi bo'lgan qo'chqorlarni olib yemlab boqsang, tezda daromadga kirasan. Hozirgi sharoitda bunaqangi bolali bo'g'oz qo'ylarni olsang, mana tuqqandan keyin mana 5 millionga olgan qo'ying, mana tug'ib berdi. 3 oydan keyin bolasini 5 millionga sotsang bo'laveradi. Ana 5 millionlik qo'y qanga. Buni yaxshi qarab 3 oyda bolasini ajratib, sutdan chiqarib, ajratib, qo'yga yaxshi qarab, qo'yni yana qo'chqorga qo'ysang, bu inkubatorda senga yana qayta zo'r bolalarni tug'ib beraveradi. Qo'y ko'payaveradi. Har xil u undaqasini boqaymi, ana undaqasini boqaymi deb o'ylanib yurguncha Allohga tavakkal qilib, bori qudrating yetganini olib kelib, boqib, nima boqsang ham mehr bilan boqsang, o'g'lim. Zo'r natijalarga erishasan. Katta natijalarga erishasan. Mana undaqangi sog'liq qo'ylar o'zidan zurriyot qoldiryapti mana. Tushundingmi? Shunaqa qo'ylar boqishni o'rgangan, bo'ptimi odam? Assalomu alaykum Oshtog'i. Bormi? Assalom, keling. Oshtog'i bu qanaqa qo'ylar? Bular zotdor qo'ylar, chempion qo'ylar bular. Chempion qo'ylar. Yo'g'i. Oshtog'i sizdan o'zi maslahat olgani kelyapti o'dim. Qanaqa maslahati? O'sha zotdor qo'y olaymi yo hashaki qo'y olaymi, qaysi biridan yaxshiroq foyda qoladi degan maqsadda shuni so'rab yo'l-yo'rog'ini aytasiz. Keldim-da. Endi zotdor, hamma narsani ham zotdorini olsang, tozasini olsang yaxshi-da, hashaki qo'ydan. Zotdor deganda bitta mu arashan kirmaydi-da, Edilbay kiradi, Hisori kiradi. Zotlar mana hozir yangi zotlar chiqib ketdi. Mana zotlari chiqyapti. O'shanaqalarda zotdor qo'ylardan olsang, foyda ko'proq bo'ladi. Bular yangi zot bo'lsa kerak. Bular mana chempion nimani arashandi bolalari. Qorabayirni bolalari. Shundan ko'payyapti, shunga qarayapmiz. Mashalloh, ko'z tegmasa. Mana bular hozir qo'zilagan payti. Hashaki qo'ydi bittasini 5 millionga sotsang, zotdor qo'ydi bittasini 5000 dollarga sotasan. Ashetida farqi bor. Yo'q, foyda yaxshi qolar ekan-da zotdordan. Foyda yaxshi qoladi, hamma narsada ham qarasang foyda yaxshi qoladi, lekin buni foydalanish uchun bulardan mehr bilan qarash kerak-da. Endi men shu qo'y olishga qiziqib qoldim. Mana qo'ralaringizni ko'ryapman, aytdim, sug'urilib o'tgan ekansiz. Hech ahamiyat bersam, mana bu narsa nima? Bu shkofmi, nima? Sondiqqa o'xshagan. Buni nima uchun qilib qo'ygansizlar? Endi bu narsa
har bitta qo'y boqayotgan yangi o'rgangannikida ham eskilarida ham bo'lish shart bo'lgan narsa bu. Mana uni qarang, mana. Buning ichida birinchi yordam uchun dori-darmonlar hamda vitaminlar, kalsiylar, bo'yin balandlatishga, quvvat bo'lishga, ishtahasini ochishga har xil dorilari bor buning ichida. U birinchi yordam deyapsiz-ku, bu pichoqmi? Pichoq nima qilib beradi? Bu dorilar birinchi yordam. Bu pichoq har bitta xonadonning qo'yxonasida turish kerak fermasda. Bu oxirgi yordam. Iloji bo'lmay qolganda halollab qo'yish uchun kerak bo'ladigan narsa. Shuning uchun pichoq, dori-darmon turish kerak. Mana bu narsa nima qiladi uni? Separatormi nima bu? Bu narsamiz mana qo'ylarga bu vitamin berilayotganda mana vitamin buni shunday yemaydi qo'y. Shuning uchun biz bunga tashlaymiz. Tashlab mana bu kepakka aylantirib bersang U qolaverar ekan-da. bittasi maydaladi. Kepakka aralashtirib bersang hech qaysi qo'y nima qilmasdan bemalol talashib yurib yeyolaveradi. Qaysi qo'y yedi, qaysi qo'y yemadi demaysan. O'shaning uchun bu narsani olib kelib berganmiz. Bo'ldi. G'osh tog'a endi qo'y oladigan bo'lsam, men siz bilan birga maslahatlashib olar ekanman. Qiziqqandan keyin yemini, dori-darmonini, bu ham tirik jonda odamga qanaqangi oilangga qanaqa qarasang, bu jonivorlar, tirsiz jonivorlarga ham shunaqa qarash kerak. Bo'ldi. O'zingiz endi sekin yo'l yo'rig'ini ko'rsatar ekansiz-da. Ulardan so'rab, qadr bilan hamma yo'lda qarasang, hamma narsani bekami ko'z qilib o'rgansang, baraka ashinda. Bo'ldi. Obunachilar nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Qo'y haqida qanaqa ma'lumot yoki yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar bemalol. Nima deysiz shunga? Bemalol telefon qilishaversin. Bilmagan narsalarini Alloh qodir qilganicha, biz ham zo'r bo'lib ketganimiz yo'q, zo'r mutaxassis bo'lib ketganimiz, umrimiz oxirigacha o'qib, bilim olib, shularni o'rganib boramizda, zo'r usta bo'lib ketish qiyin. Bo'ldi, xo'p, G'osh tog'a sog' bo'ling. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xo'p.